Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz obunachilari va qadrli tomoshabinlar. Bugungi mavzu har bir nafaqaxo'rimiz uchun, har bir oila uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan eng dolzarb masalalardan biridir. Shu zahotiyoq aytmoqchimanki, hozirgina hukumatimiz tomonidan nafaqaxo'rlarimizga qo'shimcha to'lovlar berilishi bilan bog'liq hosilagina ma'lumotlar aniqlandi. Bu shunchaki bir yangilik emas, balki ko'pchilikning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin bo'lgan real imkoniyatdir. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni, har bir detalni o'rganishingizni va ayniqsa hech qanday muhim ma'lumotni o'tkazib yubormasligingizni qat'iy tavsiya qilaman. Bu ma'lumot sizning shaxsiy manfaatdoringizga bevosita ta'sir qiladi. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya. Eng muhimi bu ma'lumotlar boshqa muhtoj insonlarga ham tezroq yetib borishiga yordam beradi. Keling, avvalo muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boraylik. Oldinlari nafaqa tizimi qanday ishlardi va hozir nima o'zgardi? Bilamizki, avvalgi yillarda nafaqalar odatda yiliga bir necha marta asosan inflyatsiya darajasini qoplash maqsadida indeksatsiyalanar edi. Ya'ni hayot qimmatlashgan sari nafaqalar ham ma'lum bir foizga oshirilar edi. Ammo ko'p hollarda bu oshirishlar narxlarning real o'sish sur'atlariga to'liq mos kelmasdi. Oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, dori-darmonlar narxi keskin ko'tarilganda, nafaqaxo'rlarimizning narxi keskin ko'tarilganda xarid qobiliyati sezilarli darajada pasayib ketar edi. Masalan, 1 kilogramm go'shtning narxi bir yilda 20 bunga oshsa, nafaqalar 10 bunga oshirilishi real daromadning pasayishiga olib kelardi. Bu albatta pensiyada bo'lgan insonlar uchun jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarni keltirib chiqarardi. Ularning kundalik ehtiyojlarini qondirish, sog'lig'ini saqlash uchun zarur xarajatlarni qoplash tobora mushkul bo'lib borardi. Ko'p hollarda farzandlarining yoki yaqinlarining yordamiga muhtoj bo'lib qolishar. Bu esa ularning ruhiy holatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatar edi. Ba'zan nafaqaxo'rlar o'z xarajatlarini qisqartirishga, ba'zi zarur narsalardan voz kechishga majbur bo'lishar edi. Bu esa odamlarning yoshi o'tgan sari ayniqsa sog'liqqa e'tibor qaratish kerak bo'lgan bir davrda ularning hayot sifatini jiddiy ravishda pasaytirardi. Endi vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan ayniqsa jamiyatning ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida nafaqa tizimiga yangi mexanizm joriy etildi. Bu shunchaki navbatdagi indeksatsiya emas, balki aniq belgilangan mezonlar asosida beriladigan muntazam yoki bir martalik xarakterga ega bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lovdir. Ushbu yangi chora-tadbirlarning asosiy maqsadi nafaqaxo'rlarimizning turmush darajasini yaxshilash, ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va ularga davlat g'amxo'rligini yanada yaqqolroq his qildirishdir. Bu qo'shimcha to'lov nafaqat qashshoqlik darajasini kamaytirishga, balki ijtimoiy tenglikni oshirishga ham xizmat qiladi. Endilikda nafaqat umumiy inflyatsiya, balki aholining muayyan qatlami uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan tovarlar va xizmatlar narxlarining o'sishi ham hisobga olinadi. Bu esa nafaqaxo'rlarimizning hayotiy ehtiyojlarini qondirishda ularga ancha yordam beradi. Ya'ni yangi tizim oldingisiga nisbatan ancha aniqroq, maqsadliroq va samaraliroq bo'lishi kutilmoqda. Bu o'zgarishlar nafaqaxo'rlarga o'z kelajagiga nisbatan ko'proq ishonch bag'ishlaydi va ularning moliyaviy yukini sezilarli darajada yengillashtiradi. Birinchi asosiy qism. Keling, bu qo'shimcha to'lovlar haqida bilishingiz kerak bo'lgan barcha detallarni batafsil ko'rib chiqaylik. Kimlar tashvishlanishi kerak, kimlar esa xavotir olmasligi mumkin. Bu yangi to'lovlar barcha nafaqaxo'rlarga bir xil miqdorda berilmasligi mumkinligini tushunish muhimdir. Ular ma'lum bir mezonlar asosida taqsimlanadi va bu yerda sizning holatingiz juda muhim rol o'ynaydi. Birinchi navbatda kimlar bu to'lovga umid qilishi mumkin? 1. Yakka yolg'iz nafaqaxo'rlar. Agar siz yolg'iz yashaydigan, qaramog'ida hech kim bo'lmagan nafaqaxo'r bo'lsangiz, sizning holatingiz ayniqsa ko'rib chiqiladi. Davlat bunday insonlarga alohida e'tibor qaratadi, chunki ularning moliyaviy ahvoli odatda eng nozik bo'ladi. Ularga yordam beruvchi yaqinlari bo'lmasligi, og'ir kasalliklarga chalinish ehtimoli yuqori bo'lishi sababli ular ko'proq yordamga muhtoj bo'lishadi. Masalan, Toshkent shahrida yashovchi 75 yoshli Muroton ota bir o'zgun kechiradi. Uning nafaqasi 1.200 ming so'm. Yangi tartib bo'yicha unga qo'shimcha 300 ming so'm ajratilishi mumkin. Bu pul masalan uning dori-darmon xarajatlarining bir qismini yoki oziq-ovqat xarajatlarini qoplashga yordam beradi. Tasavvur qiling,
qishda isitish xarajatlari ortadi. Bunday holatda qo'shimcha to'lov unga juda oz qotadi. Eko, nogironligi bor shaxslar, nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar, ayniqsa og'ir nogironlik guruhiga ega bo'lganlar qo'shimcha ehtiyojlarga ega bo'lishadi. Ularga doimiy parvarish, maxsus dori-darmonlar, reabilitatsiya vositalari kerak bo'lishi mumkin. Masalan, viloyatlardan birida yashovchi guruh nogironligi bo'lgan 6 yoshli Gulnora opa oyiga 9.000 so'm nafaqa oladi. Yangi tartibga ko'ra unga qo'shimcha 2.000 so'm berilishi ko'zda tutilgan. Bu uning nogironlik aravachasi uchun ehtiyot qism sotib olishga, shifokorga borish uchun taksi xarajatlarini qoplashga yoki parvarish xizmatlari uchun to'lovga ishlatilishi mumkin. Bu uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. 30. Qaramog'ida boquvchisidan ayrilgan voyaga yetmagan farzandlari yoki nogiron oila a'zolari bo'lgan nafaqaxo'rlar. Agar sizning qaramog'ingizda oilangizning moliyaviy yukini oshiruvchi shaxslar bo'lsa, siz ham ushbu to'lovga ega bo'lishingiz mumkin. Masalan, 25 yoshli Dilobar aya turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan qolgan. U boquvchisidan ayrilganlik nafaqasi oladi. Uning nafaqasi 1.7 so'm bo'lsa, unga har bir farzandi uchun qo'shimcha 1.7 so'mdan jami 3.000 so'm qo'shilishi mumkin. Bu pul bolalarning maktab anjomlari, kiyim-kechaklar yoki qo'shimcha dars xarajatlarini qoplashga yordam beradi. Yoki qaramog'ida og'ir kasal yotgan onasi bo'lgan nafaqaxo'r ham shu toifaga kirishi mumkin. 4. Belgilangan minimal pensiya miqdoridan kam pensiya oluvchilar. Ba'zi nafaqaxo'rlar turli sabablarga ko'ra juda kam pensiya oladi. Bu yangi to'lov aynan ularning pensiyasini minimal darajaga yetkazish yoki undan oshirish maqsadida berilishi mumkin. Masalan, uzoq yillar xususiy korxonada norasmiy ish staji bilan ishlagan va faqat bir necha yil rasmiy stajga ega bo'lgan 68 yoshli Ergash aka bor. Uning nafaqasi jami 900.000 so'm. Minimal pensiya 9.000 so'm bo'lsa, unga avvalambor 1.000 so'm berilib, nafaqasi minimal darajaga yetkaziladi. Qo'shimcha ravishda u boshqa mezonlarga ham javob bersa, unga yana qo'shimcha pul berilishi mumkin. Bu uning hayotini qiyinchiliklardan bir oz bo'lsa-da himoya qiladi. Kimlar esa hozircha tashvishlanmasligi mumkin. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan mezonlarga to'g'ri kelmasangiz, masalan, sizning nafaqangiz allaqachon yaxshi darajada bo'lsa, sizning moliyaviy ahvolingiz barqaror bo'lsa, qaramog'ingizda hech kim bo'lmasa yoki sizning boshqa daromad manbalaringiz yetarli bo'lsa, ehtimol bu qo'shimcha to'lov sizga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Bu to'lovlar ijtimoiy adolat tamoyiliga asoslanib, birinchi navbatda eng muhtojlarga yo'naltirilganligini esdan chiqarmaslik lozim. Shuningdek, agar siz yaqinda nafaqaga chiqqan bo'lsangiz va sizning dastlabki nafaqangiz miqdori yuqoriroq belgilangan bo'lsa, siz ham birinchi bosqichda ushbu to'lovga ehtiyoj sezmasligingiz mumkin. Ammo bu doimiy holat emas, chunki kelajakda mezonlar qayta ko'rib chiqilishi, kengaytirilishi yoki yangilanishi mumkin. Har doim rasmiy manbalarni kuzatib boring. Ikkinchi asosiy qism. Har qanday qoida kabi bu qo'shimcha to'lovlar tizimida ham o'ziga xos istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tuzoqlar va ko'zdan panada qolishi mumkin bo'lgan nozik jihatlar mavjud. Ularni bilish sizni ortiqcha sarson-sargardonliklardan, xato va tushunmovchiliklardan himoya qiladi. Istisnolar va nozik jihatlar bin. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar, agar siz nafaqada bo'lsangiz va ayni paytda rasmiy ravishda ishlasangiz, sizning qo'shimcha to'lovga bo'lgan huquqingiz cheklanishi mumkin. Ko'pgina hollarda davlat qo'shimcha ijtimoiy to'lovlarni ishlamaydigan va faqat nafaqa hisobiga kun kechiradigan fuqarolarga yo'naltiradi. Sababi, ishlaydigan nafaqaxo'rning daromad manbai mavjud va bu uning moliyaviy holatini barqaror qiladi. Masalan, 35 yoshli Zafar aka nafaqada bo'lsa-da, kichik bir korxonada buxgalter yordamchisi bo'lib ishlaydi va oyiga qo'shimcha 1.500.000 so'm maosh oladi. Uning umumiy daromadi ancha yuqori bo'lganligi sababli u ushbu qo'shimcha to'lovga ega bo'lmasligi mumkin. Biroq agar uning maoshi juda kam bo'lsa va nafaqasi bilan birga umumiy daromadi belgilangan minimal miqdordan past bo'lsa, u holda holat alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda aniq chegaralar va mezonlar mavjud bo'lib, ularni pensiya jamg'armasida aniqlash kerak bo'ladi. 2. Chet elda yashayotgan yoki doimiy yashash joyini o'zgartirgan nafaqaxo'rlar. Agar siz doimiy ravishda boshqa davlatda yashayotgan bo'lsangiz, bu to'lovlar sizga taalluqli bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Odatda bunday ijtimoiy to'lovlar mamlakat ichida yashovchi fuqarolar uchun mo'ljallangan.
Agar siz yaqinda yashash manzilingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, masalan, bir viloyatdan boshqasiga ko'chib o'tgan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasini zudlik bilan xabardor qilishingiz shart. Aks holda to'lovlarni olishda muammolar yuzaga kelishi yoki hatto noqonuniy to'lov olingan deb hisoblanishi mumkin. 3. Qaramoqdagi shaxslar sonining o'zgarishi. Agar sizning qaramog'ingizdagi shaxslar soni kamaysa, masalan, farzand voyaga yetsa, o'qishni tugatsa yoki ishga kirsa yoki vafot etsa, bu sizning qo'shimcha to'lov miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bu haqda ham pensiya jamg'armasini o'z vaqtida xabardor qilish lozim. Misol uchun, Mirzajon ota 2 nabirasi bilan yashaydi va ularning har biri uchun qo'shimcha pul oladi. Agar nabiralardan biri voyaga yetib, mustaqil yashashni boshlasa, Mirzajon otaning qaramog'idagi shaxslar soni o'zgaradi va u bu haqda tegishli idoraga ma'lum qilishi kerak bo'ladi. Aks holda ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab etilishi mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tuzoqlar va xavflar biri. Firibgarlar. Har qanday yangi ijtimoiy to'lov e'lon qilinganda, afsuski, bu firibgarlar uchun ham ish maydoni bo'lib xizmat qiladi. Sizga telefon orqali qo'ng'iroq qilib, o'zlarini davlat idorasi xodimi deb tanishtirib, go'yoki qo'shimcha to'lovni rasmiylashtirish uchun bank kartangiz ma'lumotlarini yoki SMS orqali kelgan kodni so'rashlari mumkin. Hech qachon bunday ma'lumotlarni hech kimga bermang. Rasmiy idoralar hech qachon telefon orqali bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Barcha to'lovlar bevosita sizning ro'yxatdan o'tgan bank hisob raqamingizga o'tkaziladi. Agar shubhali qo'ng'iroq yoki xabar kelsa, darhol aloqani uzing va huquqni muhofaza qilish organlariga xabar bering. 2. Noto'g'ri ma'lumotlar va mish-mishlar. Ijtimoiy tarmoqlarda yoki norasmiy manbalarda tarqaladigan noto'g'ri yoki buzib ko'rsatilgan ma'lumotlarga ishonmang. Faqat rasmiy davlat organlarining veb-saytlari, masalan, pensiya jamg'armasi, my.gov.uz portali yoki televideniya va radio orqali berilgan rasmiy xabarlarga ishoning. Mish-mishlar ko'pincha odamlarni chalg'itadi va keraksiz sarsonliklarga sabab bo'ladi. 3. Hujjatlarning noto'g'ri rasmiylashtirilishi. Ariza to'ldirishda yoki hujjatlarni taqdim etishda eng kichik xato ham sizning arizangizni rad etilishiga yoki ko'rib chiqish jarayonini sezilarli darajada kechiktirishiga olib kelishi mumkin. Har bir hujjatni diqqat bilan tekshiring. Xatolarga yo'l qo'ymaslikka harakat qiling. Masalan, pasport seriyasi va raqamni noto'g'ri yozish, bank hisob raqamini xato ko'rsatish yoki ismingizni to'liq yozmaslik kabi oddiy xatolar ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. 4. Muddatlarni o'tkazib yuborish. Agar qo'shimcha to'lovni olish uchun ariza berish yoki ma'lumotlarni yangilash uchun belgilangan muddatlar mavjud bo'lsa, ularga qat'iy rioya qiling. Muddatni o'tkazib yuborish to'lovni olmaslikka yoki keyinroq olishga sabab bo'lishi mumkin. Odatda rasmiy e'lonlarda barcha muddatlar aniq ko'rsatiladi. Bu ma'lumotlarni doimiy ravishda kuzatib borish juda muhimdir. Amaliy maslahatlar, siz nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu qo'shimcha to'lovni olish uchun siz qanday amaliy qadamlarni bajarishingiz kerak? Bu yerda men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Bir qadam ishonchli ma'lumot manbasini aniqlash. Birinchi va eng muhim qadam bu to'lovlar haqidagi eng to'liq va aniq ma'lumotni olishdir. Buning uchun quyidagi rasmiy manbalarga murojaat qilishingiz kerak. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi. Bu yerda sizga shaxsan yuzma-yuz konsultatsiya beriladi. Sizning holatingizga mos keladigan barcha savollarga javob beriladi. Ular sizga qanday hujjatlar kerakligini, arizani qanday to'ldirish kerakligini aniq tushuntirib berishadi. Bu eng ishonchli va bevosita ma'lumot manbaidir. Masalan, siz yashaydigan tuman yoki shahar pensiya jamg'armasining binosiga tashrif buyurishingiz mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Gov.uz. Bu onlayn platforma orqali siz uyda o'tirib turli xizmatlardan foydalanishingiz, jumladan qo'shimcha to'lovlar bo'yicha ma'lumot olishingiz yoki hatto elektron ariza berishingiz mumkin. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa va kompyuter yoki smartfon bilan ishlashni bilsangiz, bu eng qulay usul. Bu portalda odatda barcha yangi qonun va qarorlar haqida batafsil ma'lumotlar joylashtiriladi. Mahalliy hokimliklarning tegishli bo'limlari ham bu masalada sizga yordam berishi mumkin. Ular ko'pincha aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanadigan bo'limlarga ega bo'ladi va sizga kerakli yo'l yo'riqlarni berishi mumkin. 2 qadam zarur hujjatlarni to'plash. Ariza berishdan oldin barcha kerakli hujjatlarning
to'liq to'plamini yig'ish muhimdir. Bu arizangizning tez va muammosiz ko'rib chiqilishini ta'minlaydi. Odatda talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati quyidagicha bo'lishi mumkin. Pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat, asl nusxasi va nusxasi. Pasportingizning asosiy sahifalarini va doimiy yashash joyingiz haqidagi ma'lumotlar yozilgan sahifasini nusxalashingiz kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi, asl nusxasi va nusxasi. Bu sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. Bank hisob raqami ma'lumotlari, bu sizning plastik kartangiz raqami yoki bank hisobingiz rekvizitlari bo'lishi mumkin. Pul aynan shu hisob raqamiga o'tkaziladi. Bu ma'lumotni bankdan olishingiz mumkin. Kartangizning biror bir joyida pin kodni yozib qo'ymang va hech kimga bermang. Agar mavjud bo'lsa, oila a'zolari to'g'risidagi ma'lumotlar. Bu nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari kabi hujjatlarni o'z ichiga olishi mumkin. Agar siz qaramog'ingizda boquvchisidan ayrilgan farzandlaringiz yoki nogiron oila a'zolaringiz borligi sababli qo'shimcha to'lovga da'vogar bo'lsangiz, bu hujjatlar juda muhimdir. Ularning nusxalarini tayyorlab qo'ying. Ish staji to'g'risidagi hujjatlar, mehnat daftarchasi yoki arxiv ma'lumotnomalari. Ba'zi hollarda, masalan, agar sizning pensiya miqdoringiz pastligi sababli qo'shimcha to'lovga da'vogar bo'lsangiz, sizning ish stajingiz tasdiqlanishi talab qilinishi mumkin. Nogironlik guruhi to'g'risidagi ma'lumotnoma, agar siz nogironligi bor nafaqaxo'r bo'lsangiz, nogironlik guruhingiz va muddatini tasdiqlovchi tibbiy ma'lumotnoma yoki guvohnoma. Qaramog'idagi shaxslar haqidagi ma'lumotnoma mahalladan yoki boshqa tegishli idoradan olinadigan, sizning qaramog'ingizda kimlar borligini tasdiqlovchi hujjat. Bu hujjatlar ro'yxat sizning shaxsiy holatingizga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun ariza berishdan oldin pensiya jamg'armasi xodimi bilan maslahatlashishni tavsiya qilaman. O'chqadam arizani to'ldirish va topshirish. Hujjatlar to'planganidan so'ng arizani to'ldirishingiz va topshirishingiz kerak bo'ladi. Ariza namunasi. Pensiya jamg'armasida sizga ariza blankasi beriladi. Uni to'ldirishda juda diqqatli bo'ling. Ism, familiya, otangizning ismini to'liq va pasportingizdagidek yozing. Pasport seriyasi va raqamini xatosiz kiriting. Manzilingizni to'liq va aniq ko'rsating. Bank rekvizitlarini kamida 2 marta tekshiring. Chunki pul noto'g'ri hisobga o'tkazilsa, uni qaytarish ancha murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Har bir katakni tushunarli va aniq qilib to'ldiring. Savollaringiz bo'lsa, shu yerdagi xodimdan yordam so'rashdan tortinmang. Qayerga topshirish kerak? Arizani sizga eng yaqin bo'lgan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan topshirishingiz kerak. Ba'zi hududlarda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MY-Kovi.uz orqali ham elektron ariza berish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Ammo agar siz birinchi marta ariza berayotgan bo'lsangiz, shaxsan borib topshirish tavsiya etiladi. Qabul qilinganligi haqida tasdiqnoma. Arizani topshirganingizda uning qabul qilinganligi haqida kvitansiya yoki ma'lumotnoma olishni so'rang. Unda sizning arizangizning ro'yxatga olish raqami va topshirilgan sana ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bu kelajakda arizangizning holatini kuzatishda yoki muammolar yuzaga kelganda sizga yordam beradi. Ko'rib chiqish muddati. Arizangiz ko'rib chiqish muddati qonunchilikda belgilangan bo'ladi. Odatda bu 15 kundan 30 kungacha bo'lishi mumkin. Bu muddat tugagandan so'ng, agar sizga javob kelmasa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz mumkin. Ularning ishonch telefonlari orqali yoki shaxsan borib, arizangizning holati haqida so'rashingiz mumkin. Agar adolatsizlikka duch kelsangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki ombudsman, inson huquqlari bo'yicha vakilga shikoyat qilish huquqingiz borligini unutmang. 4 qadam to'lovni olish. Qo'shimcha to'lov sizning ko'rsatgan bank hisob raqamingizga, plastik kartangizga o'tkaziladi. Agar siz pochta orqali nafaqa oladigan bo'lsangiz, bu to'lov ham pochta orqali yetkazilishi mumkin. To'lov amalga oshirilgandan so'ng sizga SMS xabar kelishi yoki bankdan xabarnoma olishingiz mumkin. O'z bank hisobingizni muntazam ravishda tekshirib turishni unutmang. Hurmatli tomoshabinlar, bugun biz nafaqaxo'rlarimiz uchun joriy etilgan qo'shimcha to'lovlar haqida juda batafsil ma'lumot berishga harakat qildik. Bu nafaqat moliyaviy yordam, balki davlatimizning o'z fuqarolariga, ayniqsa jamiyatning hurmatga sazovor bo'lgan keksa avlodiga bo'lgan g'amxo'rligining yaqqol ifodasidir. Bu to'lovlar ko'pchilikning hayotini biroz bo'lsa-da yengillashtirishga, ularning kundalik ehtiyojlarini qondirishga yordam berishiga ishonaman. O'z fikrlaringizni
bu boradagi savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Bu videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bizning jamoa siz uchun doim eng muhim va dolzarb ma'lumotlarni aniq, tushunarli va ishonchli manbalarga asoslangan holda yetkazishga harakat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling va o'zingizni ehtiyot qiling.